1, 2, 3 ketdi. 70 ming so'mdan olib kelay. 70 ming so'mdan olib kelay. Ko'ryapsizlarmi? Molli tili bo'ladi. Mollini qo'ygini xullas tilda olib kelay. 100% halol olib kelay. Eng qizig'i 85 ming so'mdan lahmlarimizni qilib beramiz. Hindistonniki bo'ladi. 1 kilosi 85 ming so'mdan ko'rsatib qo'ying. 100% halol olib kelay. Sertifikatlarni ham olib keltirib qo'ydim. Shunga reklama qilyapman. Birizi 30 ming so'mdan Belarusni go'shtlarini qilib beramiz. 1 kilosi 130 ming so'm. Xudo xolisa juda ham idealni olib kelay. Zo'r go'shtlarimiz bo'ladi. Bu yoqdan o'tasiz. Okajonim, kenajon, molli oyog'ini qidiryaptimi deylar. Aynan sizlar uchun molli oyoqlarni olib kelib qo'yganmiz. Eng qizig'i, aka. Mesni jaydari o'zimizning qushxonada so'yilgan go'shtlar ham bor, aka. Agar unga samina qilsangiz, siz uchun mesni go'shtlarni olib kelib qo'yganmiz. Eng qizig'i yana aka. Men nima? Qo'limni, oyog'imni kommentariyada yozib ketinglar. Xudo xolisa sizlar uchun xizmat qilishdan to'xtamaymiz, charchamaymiz. Bugungi sanamiz 8-fevral. Bizning manzilimiz Chilonzor Ilonli ota masjidini shundoq ro'parasida, ya'ni Ubay ibn Kab masjidi, okalar. Sizlarni kutamiz. Like bosing, murojaat uchun nomerlar bor. Obuna bo'linglar. Massalamat.